Assalamu alaykum, Şəkura saloniga barliq azizlar, mana shu vaqtlar xayrli bo'lsin. Bugun o'tilgan darsimiz İtaliyaning meyizlik prəniki. Bu prənik çürük ham yeyishlik bo'ldi. Ataylik nashliqlarda iste'mol qilsak, bek muvofiq, tushlarda qahvalar bilan iste'mol qilsak, texmi yeyishlik. Buning ketarlik materiallar bo'lsa, undan 260 gram, badam meyizidan 250 gram tayyorlaymiz va bu urug' meyizidan 100 gram. Agar badam meyizi yo'q bo'lib qolsa, o'rniga urug' meyiz ishlasangiz bo'ldi. Anadan shakardan 250 gram, tuxumdan 3 dona, mana bu materiallar ketadi. Endi qizlar javurdan birini tayyorlaymiz. Quruq, pokiz bo'lgan, maysiz, suvsiz javurdan birini tayyorlab, buningga 3 dona tuxumimizni silib, uning ustiga shakarimizni to'kib, anadan dadanjirimizda chalamiz. Chagan vaqtimizda avval tuvan xotdan anadan yuqori xotga ko'tarib turib chalamiz. Bir dodaliqi tez suratda chaversanglar yana bo'lmaydi. Agarda kichik tipdagi qo'lda ishlatgan dadanji bo'lsa, kuchi yetmaydi desanglar yuqori xot qilsanglar bo'ldi. Chunki men cho'ngda qildim emasmi? Shunga Buldu endi buni qilish jarayonimizda biz tayyorlab olgan badamlarimizni to'g'rab tayyorlaymiz. Badamni to'g'ragan vaqtimizda bek ushoq qilib etmaymiz, normal darajada bo's bo'ldi. Masalan, bir badamning o'zini o'tirdan 3 qilib olsanglar bo'ldi, 3 bo'lib olsanglar. Ananki badamni to'g'rab tayyor qilib bo'lgandan keyin bu yerda ayrim yana urug' meyiz bor emasmi? Biz bu urug' meyizni yuzga sepadigan ishlatamiz. Shunga urug' meyizni bo'lsa ushoq qilib olsanglar bo'ldi, Ya'ni urug' meyizni qirgan holatda. Xuddi baqqali yong'oqni meyizni qirmizg'u, shunga o'xshash qirgan holatda qilsanglar bo'ldi. Mana shu ko'rvag'nalarda bo'ldi. Urug' meyizi bunda ushoq holatda bo'ldi. Badamning meyizni anda yo'g'roq bo's bo'laverdi. Bizning chavag'an tuxumimizning rangi mana shu holatda bo's bo'ldi. Sap seriq holatda, unda oqshiroq holatda ko'psi bo'ldi. Ananki unimizni bo'lsa 3 ga bo'lib solamiz, xonimlar. Unni 3 dan 1 qismini elgakdan tasqab o'tkazib bo'lgandan keyin buni bir-bir aralashtirib yetib, anandan keyin badamning 3 dan 1ni to'kamiz, badamning jumi 3 dan 1ni to'kib aralashtirib bo'lgandan keyin yana o'xshashlar ustiga unni tasqaymiz. Unni 3 ga bo'lamiz dedim emasmi? 3 dan 2 qismini to'kib aralashtirib, badamning 3 dan 2 qismini to'kib aralashtirib yetib, anka oxirdagi unning hammini to'kib aralashtirib bo'lgandan keyin badam to'kib aralashtiramiz degandekchi. Mashg'ulot jarayonini cho'qim erinmay mushtaq qilinglar. Bo'lmasa aralashish bosqichi yaxshi bo'lmay qolsa, yaxshi bo'lmay qoldi. Ma badamning o'rniga pista badam yoki bo'lmasa uzum meyizi, yong'oq meyizi degandek bunday narsalarga almashtirib qilsanglar bo'ldi, Mana bu holatda aralashtirib tayyorlaymiz buni. Ama urug' meyizini deyishni unutib qolibman, xonimlar. Urug' meyizining yerimini sal cho'ngroq to'g'rab, yerimini ushoq qilib olsanglar bo'ldi, qani qirgan holatda. Yerimini mana aralashtirib yetimiz, ustiga sepidiganga azroqini ap qilib, ustiga sepidiganga ishlasak bo'ldi, Endi biroqla ustiga sepidigan qilsak sal jiqib ketadi, shunga yerimini qildim. Ko'rdinglarmi? Mana bu holatga keladi aralashmamiz. Bu holatga kelgandan keyin 10 darajasi qamagan holatda aralashtirib yetimiz, Andan keyin bioxodayning ichiga buni silib, bioxodayning uchini kesib yetib, lisimizga moy so'mirish qog'ozidan birini tayyorlab, ashdan ustiga siqamiz.